Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Yurtimizda so'nggi yillarda barcha sohalar qatori madaniyat va san'atga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Soha vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash tizimi takomillashdi. Muassasalar imkoniyatlari kengayib, zamonaviy sharoitlar yaratilyapti. Xususan, Tuproqqal'a tumanidagi 35-son madaniyat markazi uchun yangi bino barpo etildi. Kuni kecha ushbu maskanning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz reportaji aynan shu jarayonlar haqida. Urganch shahridan 70 chaqirim olisda, aniqrog'i Tuproqqal'a tumani markazidamiz va bugun chin ma'noda pitnakliklarning ko'p yillik orzusi ushaldi. Sababi bu yerda zamonaviy madaniyat markazi barpo etilib, aholiga tuhfa etildi. Shubhasiz, mazkur madaniyat markazi aholining maroqli hordiq chiqarishi, milliy qadriyatlar bardavomligi hamda yoshlar ta'lim tarbiyasiga munosib hissa qo'shadi. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar oxirgi yillarda prezidentimiz tashabbus bilan sohada olib borilayotgan islohotlar namunasi sifatida mazkur markazning barpo etilganini ta'kidlashdi. Munis Xorazm nomli madaniyat va istirohat bog'ida quvonchli kun hammamiz uchun. Nimaga deganda, ko'p vaqtdan beri orzu qilib kelayotgan madaniyat saroyi qurilib, xalqimizning xizmatiga topshirildi. Endi shu yerda yoshlarimiz shug'ullanadi, keksalarimiz, nurg'ayimizlar kelib madaniy hordiq chiqaradilar. Kerak bo'lsa, mana viloyat teatrlarida kelib spektakllar qo'yiladi, pyesalar qo'yiladi. Xalqimizning quvonchi juda cheksiz. Yaratilgan sharoitlar uchun albatta xalqimiz nomidan, shu Tuproqqal'a tumani nuroniylar nomidan muhtaram prezidentimizga o'zimiz cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Faxriylar ishtirokida ramziy tasma kesilgach, yig'ilganlar madaniyat va ma'rifat o'chog'ida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Markaz jamoasiga yangi milliy cholg'u asboblari topshirildi. Oldin Oltinson bolalar muzika va san'at maktabida faoliyat yuritganmiz. Endi o'z binomizga ega bo'ldik. Rahmat prezidentimizga. Bu bino ochilishi jamoamizning har bir ish xodimlariga yangi kuch, yangi shijoat bag'ishladi. Markazimiz binosi Munis Xorazm nomidagi istirohat bog'ida joylashgan. Istirohat bog'iga kelgan yurtdoshlarimiz madaniyat markazimizga kelib, konsert tomoshalarini ko'rishlari mumkin. Bu madaniyat markazining ochilishi biz tuproqqal'alik yoshlar uchun, pitnaklik yoshlar uchun juda ham katta biz uchun sovg'a bo'ldi. Oldin bunday imkoniyat yo'q edi. Ana endi bizga aynan shunday imkoniyatlar eshigi ochildi. Darsdan keyin aynan o'zim ham raqs to'garaklariga kelaman. O'zim musiqa kuylashni yaxshi ko'raman. Ya'ni musiqa orqali o'zimning orzularimni ko'raman. Mening tengdoshlarim, balki mening opa-singillarim, aka-ukalarim orasida ham musiqaga, san'atga qiziquvchi yoshlar juda ham ko'p edi. Aynan shular shug'ullana olmayotgandi. Endi hammamiz birgalikda shu madaniyat markaziga kelamiz va o'zimizning qiziqishlarimiz bilan shug'ullanish uchun juda ham katta sharoitlar yaratildi. Madaniyat markazining rasmiy ochilish marosimi jo'shqin konsert tomoshalarga ulanib ketdi. Jumladan viloyatdan tashrif buyurgan san'at ahli O'zbekiston davlat filarmoniyasi Xorazm viloyati bo'limi ijodiy jamoasi tomonidan chekka hududda istiqomat qiluvchi aholi vakillariga mana shunday konsert tomoshalari uyushtirildi. Xullas, ushbu markaz aholining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, yoshlarning iste'dodini rivojlantirishda muhim maskan bo'lib xizmat qiladi.